Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıqlarının Bahadır namı namlıq romanının davamını anlayırsınızlar. Sultan İhsan Buğaxanның Toshkentni muhasirga olganiga 3 oy bo'lay deb qolgan edi. Bu jarayonda Toshkent xalqining shaharni qo'g'dash jasorati faqatla sustlashib qolmadi. Ular Toshkentni qo'g'dayotgan lashkarlar bilan mo'rini-mo'riga tirab jang qilib, Mo'g'ulistonliklarning shaharga qilgan hujumini chekindirib turdi. Said Ali olib Toshkentliklarning bu jasoratiga qoyil bo'lmay, opirin etmay turolmadi. Aldirab tenib Toshkentga lashkar tortib kelganiga pushaymon qildi. Vujudini g'am bosdi. Ularning yana birer oy yetgudek oziq to'ligi qolgan edi. Qashqar bilan Toshkent oralig'idagi xatarli tog' yo'llaridan oziq to'lik yo'tkab kelish to'liq tez edi. Toshkent shahrini ishg'ol qilishdan asosan umid qolmagan edi. Said Ali Turkiston amiri Irazan Barindan oziq-to'lik yordam so'rab bir necha qitim maktub avatgan bo'lsa-mu, texchilar javob kelmayotdi. Irazan Barin bir chetda tomosha ko'rib turayotgandek qiladi. Navoda u Mirza Ulug'bek bilan birlashib olib, Toshkent amiriga yordamga kelsa, Mo'g'uliston lashkarlarining kuni texmi taslishyapti. U chaqda Oqsu, Qashqarga bexatar chekinib ketishmi bir gap bo'lib qoladi. Cho'ng Xonzoda Yunusxonni tepib kelish uchun Iroq Bag'dodga avatgan Chaparmandan texchilar xabar yo'q edi. Shu kunlarda Said Ali Olibning Toshkentni istilo qilishdan ko'ra Turkistonni istilo qilish orzusi kuchayib qolgan edi. Chaparmanlar Xonzoda Yunusxonni tepib kelsa, Toshkentni ololmagan taqdirdami, uni Turkiston taxtiga o'tirg'izib qo'ya olsa, o'zini bu qitimqi lashkari yurishning muddasiga oz to'la yetgan hisoblay oladi hamda marhum Sulton Uvaysxon bilan Xonish Davlat Sulton Malika oldida o'zini gunohdan soqit bo'lgandek his qila oladi. Yurakini tinimsiz totilab turgan ko'ngil g'ashligi xeyli yengillab qoladi. U mush sababdan Sulton İhsan Buğaxonni Toshkentga lashkar tortishga undagan edi. Biroq uning bu orzusidan Sulton İhsan Buğaxonning faqatli xabari yo'q edi. Sarkarda lashkarlar Toshkent shahrini muhosir qilib berib zerikkan edi. Said Ali Toshkent muhosirasini bekor qilib, Turkistonga hujum qilishga oldiraydi. Turkiston taxtini oqsi Amir Shayx Nuriddinning o'g'illariga bermay o'zi o'ltirib olgan Irazan Barindan tortib olib, Yunusxonga ilib bersam, Xonish Davlat Sulton Malika cho'qin xush bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin Xonzoda Yunusxondan texchi xabar bo'lmag'achqa, Turkistonga qiladigan hujumni keyniga surishga majbur bo'lgan edi. Shu kunlarda Sulton İhsan Buğaxonning g'alaba nusratdan shabi yo'q Toshkent muhosirasidan zerikkan edi. Lashkariy ishlarni Said Ali olib tashlab berib, ich pushig'ini besish uchun kunlarini shaxmat o'ynash, sharob ichish bilan o'tkazayotdi. Qarorgohda o'zi yolg'iz xiyol surib ketayotgan Said Ali bir besib, ikki besib bargohi oliyning oldiga kelib qolganini tuymayli qoldi. Xonning xos navkarlari shohchilarning atrofida lag'aylab yurishadi. Ular Said Ali Olibni ko'rib, qaddilarini ruslab salom berishdi. Xon oliylari ishchidimi? Shundoq amirlashgar janoblari. Ya'ni kimlar bor? Huzurga hech kimni kirgizmay o'zi yolg'iz sharob ichib Xon oliylari rostdan zerikibdi. Toshkentning muhofizidan buncha qattiq bo'lar deb o'ylamabdi ekanman. Yovning bu so'g'is ustida buncha uzoq metrlamay yetish oson emas. Mirza Ulug'bek Toshkent sepilining mustahkamligini, muhofizatchi lashkarlarning jasoratini hisob qilib, hamdam lashkar avatmagan ekanda. Uning jiyani Olovuddin bilan bo'lgan yog'isi qandoq bo'lgandi? Jangda nusratga yuzlansa, Toshkentni muhosirdan qutuldirish uchun cho'qim hamdamga lashkar avatadi. Shundoq bo'ladigan bo'lsa, hozirgi ahvolimiz o'zgarish bo'lib, biz mudofaaga o'tib qolishimiz mumkin. Har holda sayga kirib turgan yaxshi. Xeyli kunlar bo'lib qoldi. Ajab Samarqand tarafdan xabar kelmaydi-ku. Avatgan oyg'oqchilarimiz oshkorinib qoldimi yo? Xon oliylarining xiyolini bilib boqay. Qabligohimizga ma'lum qilsinlar.
dedi Seydali olib nökərbişiga qarab. Nökərbishi şah çediriga kirib ketib, ayol o'tmay qaytib chiqdi. Olam panohimiz ijozat qildi. Seydali olib şah çediriga kirdi. Öz yolg'iz sharob ichib o'ltirgan Esonbug'axon cho'nqur xiyolga petib o'ltiratdi. U Seydali olibning salomini ilib kelib, biroz qimirlab qo'ydi. Kelsizlar amirlashkar, bu yoq o'tsizlar. Sultan Esonbug'axon Seydali olibga yenidan joy ko'rsatdi. Amirga sharob qo'y, dedi u yenilgi mahrimiga qarab. Seydali olib eshining cho'ng eshigi agishib sharob bazmidan qolgan edi. Sultan Esonbug'axonga yuz kelanmay oltin jamdagi sharobni bir tiniqtila ichib etdi. Aytsizlar amir janoblari, shuncha asham tortib kelib Toshkentni ololmay ketib qolarmizmi? Seydali olib shu topda Esonbug'axonning ko'ngil g'ashligini tushunatdi. Sultan Esonbug'axon taxtda o'ltirgan shuncha yillardan beri tunji qitim qilgan lashkariy yurishining muvaffaqiyatsiz oxirlashib kelishidan andish qilib qolgan edi. Jangda yengish degan bo'lib turdi oliylari, dedi Seydali olib xonga tasalli berib. Marhum Jannat makon Sultan Uvaysxon oliylarimi qalmoq ustiga 61 qitim lashkar tortgan bo'lsa-mu, Aran 2 navbat nusratga yuzlangan edi. Shundaqdimi qalmoqlar marhum Bahodirxonning nomini anglasa, g'al-g'al titraydi. Raqibiga mardona yuzlanishning o'zimi g'alba oliylar. Jangga yuzlanish bandining jasorati. Nusrat qozonish Parvardigorning inoyatidir. Zinhor mayuslanmagaylar. Buninglik bilan shon shavkatlarga qilchilik nuqson yetmas. Sultan Esonbug'axon bir necha daqiqa xiyol surib olgandan keyin oltin jamdagi sharobni bir tiniqtila ichib etdi. Shu topda nimani xiyol qilayotganligimni bilamdilar amir. Bilguchi Alloh, dedi Seydali olib. Janobi on hazratimning muborak ko'nglidan qandoq ishlar kechdi ekan? Sultan Esonbug'axon Seydali olibning ko'ziga qarab turib javob berdi. Saltanat g'avg'olaridan mustasno yashagan ashu g'amsiz bolaligimni eslayotaman. U chog'larda qanchalik baxtli ekanligimni tasavvur qilolmaydilar amir. Xohlasam o'yin tomoshaga, xohlasam ustozlarim bergan saboqlarni yodlashga, xohlasam jangbozlik mahoratini mashq qilishga mashg'ul bo'lardim. Xon otam, xonish onam, babam, momamlarning qutqiga chiqib erkilaydi. Janoblarining bo'yinlariga minib elib, atrofga nazar silishni yaxshi ko'ratdim. Yelkalarida o'ltirsam, o'zimni eng egiz munarning ustiga chiqqandek his qilardim. Yana texi yenimda og'am Yunusxonmi bor edi. U ko'pincha menga yo'l qo'yatdi. Har qanday talabimni rad qilmaydi. Qachonki toj kiyib taxtda o'ltirdim, ashu baxtiyor kunlarimni yo'qotib qo'ydim. Toji taxt baxt emaskan janoblar. Hazratlari bir elning posiboni. Albatta g'am g'ussalari ko'p bo'ladi. Saltanatning cho'ng kichik ishlarining hammasi oliylarga qarashliq. Lekin buninglik bilan oba ajdodlardan qolgan taxt saltanatdan bezor bo'lsalar, jannat maqom padar buzruklarning ruhi qo'rinadi. Ashu g'amsiz bolalikni qaytirib kelgili bo'lsa edi, koshki, dedi Esonbug'axon ulug' kichikdan. Seydali olib ehtiyot bilan so'radi. Oliylari og'alarini seg'indilimi? Seg'inmamdigan. Seg'inmagan bir kunimmi yo'q. Bu umrimda biror qitim ko'rishga nasib bo'larmi deb o'ylab ketaman. Yunusxon oliylarini tepib kelishga chaparman mang'uzdim. Esonbug'axon Seydali olibga tikilib qaradi. Qachon? Xeyr bo'ldi. Lekin texchilik xabar yo'q.
Saydali olib Sultan İsanbuğa xanның boshqacha o'ylab kelishidan ansirib, muddasini tushuntirishga oldiradi. Xonzoda Yunusxon oliylarini izlashdagi muddaim shulki, Irazon barindan Turkistonning toji taxtini so'yib elib, Yunusxon oliylarini ul taxt saltanatga posibon qilish. Bunda qilsaq, Yunusxon oliylarining tasarruf zimini bo'ladi-da, keyingi vaqtlarda oliylarning saltanatiga tahlika bo'lmaydi. Balkim on hazratimdan minnatdor bo'ladi. Ya'ni kelib, bu ish qarindoshlar o'rtasidagi nizo adovatlarni tugitib, mehr muhabbatning qaytadan bosh ko'tarishiga sabab bo'ladi. Muddalari ayon bo'ldi, dedi Isanbuğa xon rozimanlik bilan beshini lang'ishdi. Navoda Patiqinda og'am Yunusxon oliylarini izlab tepish mumkinchiligi bo'lsa, Ogal Turkistonni istilo qilaydi. Uninggacha xabarimi bo'lib qolur. Bunda qilsaq, menmi og'asining taxtini tortib olib haydavatgan, lamakallikqa mubtalo qilgan degan badnomlardan qutulib qolgudakman. Qandoq dedim amir janoblar? Inisi tojdor, og'asi lamakan bo'lsa, oba ajdodlarimizning saltanat shavkatiga nuqson yetur. Saydali olib, eg'ir bir g'amdan qutulgandek, yengil tin oldi. Xushalliqdan bo'z kerak, aytavur, ko'ngli sharobga tortib qoldi. Qo'liga lip-milip sharob qo'yilgan oltin jamni ilib turib, Sultan Isanbuğa xonga yuzlandi. Kang qursaqliq, apuchanliq insonning esil fazilatidir. On hazratim haqiqatan fazilat bobida kamolatga yetibdilar. Jahonda qarindoshlik mehriga nima mutakkalsun deydilar. Go'po ahliga Alloh egamning inoyat eshiklari har qachon ochiqdir. On hazratimning bu so'zlarini anglab, ko'nglim xeyli amin topdi. Shoh chedirga oldirib kirib kelgan navkarbeshi Saydali olibning gapini bo'lib o'tdi. Ma'lum bo'lg'ay, yotishbegi ko'rishni talab qilyotdi. Ijozat, dedi Isanbuğa xon. Samarqandga avatgan oyg'oqchilarimiz qaytib keldi. Mirza Ulug'bek Toshkentni qamaldan qutuldirish uchun behisob lashkar mandiribdi-dak, dedi shoh chedirga kirgan yotishbegi qo'l bog'lab turib. Saydali olib qo'lidagi oltin jamni dasturxonga qo'ydi. Jiddiylashgan Sulton Isanbuğa xon Saydali olibga qaradi. Toshkent muhosirisini bekor qilayli, dedi Saydali olib bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin. Sarkard lashkarlar darhol chekinsin. Bunda qilsaq, Toshkent amiri bizning hamdamga kelayotgan Samarqand lashkarlarining xabarini anglab, chekinganimizni bilmay qoladi-da. Jangi undab zerikib peli ishlatgan chig'i deb hamdamga kelgan lashkarlar bilan birlashib orqamizdan qo'g'lashga jur'at qilolmaydi. Saqlab turib hamdamga kelgan yov lashkarlarining oldini to'sib jang qilsaqchi, dedi Isanbuğa xon. Bu chaqda Toshkent amiri jangga chiqishga majbur bo'ladi. Shaharni shuncha uzoq qamal qilib, biror marta elishmay jimjitli chekinsa qandoq bo'lur? Aytqanlari to'g'ri, dedi Saydali olib. Biroq hamdamga kelayotgan yov lashkarlarining ahvoli bizga qorong'u. Shu topda lashkarlarimizning oziq-tuligi tugayli deb qoldi. Qashqardan yo'lga solgan oziq-tuliklar qachon keladi, bunisi noma'lum. Navoda hamdamga kelayotgan yov lashkarlari bilan tirkishib qolsa, vaqt yana so'zilib ketadi. Ahvolimizdan Irazon barin xabar tepib qolsa, Mirza Ulug'bek bilan ko'maklashib, yov lashkarlarga hamdamda bo'lishi mumkin. Bu bizga to'liq foydasiz. Shunga darhol chekinib, Ogal Irazon barining ishini bartaraf qilib, Turkiston taxtigohini qo'limizga olaylik. Ondan keyin Toshkentga qayta lashkar tortamiz. Sulton Isanbuğa xon Saydali olibning mulohazasini muvofiq ko'rdi. Farmon, dedi yotishbegiga qarab. Har qaysi qarorgohning sarkarlari hozirlik ko'rgay. Bugun kechda qamalni bekor qilib chekinamiz. Bosh ustiga yotishbegi chiqib ketdi. Kechda chekinsak Toshkent amiri texmi shu bilindi, dedi Sulton Isanbuğa xon Saydali olibga qarab. Ular bizning rostini chekinib ketganimizni bilib bo'g'icha Turkiston davasiga o'tib bo'lamiz. Xon oliylari donadur, dedi Saydali olib mamnunlikni bildirib.
Yovni şöpegi seliş yaxşı tədbir. Mən dərhalla Türkistanğa ayğaqçı mangızıb etay. İrazan barının ahvalını dilgeç turğay. Şunda qılsılar, deydi Sultan İhsan Buğa xan. Seydali alıp, xan bilan xoşlaşıp çıkıp ketdi. Әдісәт дегенде Toshkent Sipili ətrafıdaki Qorsavda turğan Moğoliston lashkarlari qarorgohining bir kechidala g'oyib bo'lib ketganligini ko'rgan Toshkent amiri Moğolistonliklar bizni jangga chiqarish uchun hiyla ishlatgan o'xshaydi deb o'ylab mudofiani texmi chingitdi. Samarqanddan kelayotgan hamdamchi lashkarlar bir hafta o'tganda ondan Toshkentga yetib keldi. Ular yovni qo'g'lashga ro'y bo'lmay Toshkentni qo'g'dab yotdi. Türkistan'da yıkıllaşkan seri Seydali Alıp'nın vücudunu ziddiyetli xiyallar çırmıp aldı. Aynı yılı Sultan Uvays Xan bilen billa Emir Seyh Nuriddinni panoqtatıp kegini esiga kelip xıcıl boldu. Köz aldığa bir de tekebbur, kibir bilen sözleydiğen, bir de tüzüt tevazzunu to'la qilib söhbetleşin xıcıl qilib qo'ydigan, mert yoki sehiyliqini, nomert yoki pixsiqliqini bilgili bo'lmaydigan Emir Seyh Nuriddin bilen tangdoshsiz go'zal, o'tkir fikrlik, yigitlarga xos jasarati bor Davlat Sultan Malika kelib oladi. Amir Shayx Nuriddinning huzuridagi shohona ziyofatlar, oyog'i uzilmas bazmi mashrablar, Sultan Uvays Xon bilan Davlat Sultan Malikaning muhabbat sarguzashtlari, Turkiston amirining o'disiga elchilikka bag'anligi, butkul Turkistonni zil-silga solgan to'y, visol lazzatidan mast bo'lgan Uvays Xonning xushalliqlari xiyolidan bir-birlab kechdi. Seydali olib, beşiği gün düşkən eğir günlərdə panahiyi elib tuz bəgən bu əlgə ləşkər tatıb gelişini xiyallığımı kəltürməyən idi. Ular meni çoxum tuzgor, namərd dəb haqaretləydi. Əl yurt meni tuzgorlağı timsal qılıdı. Birak Xanzade Yunus Xan aleylərğımı birər təsərrüf səltənət gerek. Bir hesabda onu Türkistan taxtıgahının rasxori. Men bu askeri yürüşni özüm üçün emas, aşı Türkistan əmrinin nəvrisi üçün qılıvatıman. Davlat Sultan Malika, mening bu muddayini düşünərmi? Men de minnettar bolurmu? Atısının xanlıq taxtiga tağısının o'ltirib olganligidan norozi bo'lgan bo'g'imadi. Nemishqa enalarini taxt varis qilmadikina. Erazan barindan Turkiston taxtigohini so'yib olgandan keyin xonish oliylaridan kechirim so'raydi. Çoğun Xanzadini jahonning nereden bo'lmasin tepib kelib, Turkiston taxtiga o'ltirg'izman. Shunday qilsam, marhum Sultan Uvays Xon oliylarining ruhimi mendan minnatdor bo'ladi. Çoğun Xanzadining Mo'g'uliston taxtida o'tirishiga to'sqinlik qilganimni kechirib etadi. İnson nurg'un ishlarni o'zi xohlamay turib qilishga majbur bo'ladi ekan. Qilgan ishining to'g'ri xatosini ayirmoq tez ekan. Keyin xato qilganini his qilsa, pushaymay yeydi ekan. Ammo bu xatolikni tuzatmak tez ekan. Aql bilan ish qilmoq nimancha mushkula. Seydali olib, xiyolini yig'ishtirib, beshini ko'tarib atrofga qaradi. Xuddi yilondek uzunga so'zilgan lashkarlarning oxiri ko'rinmaydi. Ot ustida o'ltiraverishga kossasi chidamagan Sulton Ihson Buğa Xon yetib orom elib olish uchun mapiga olmishib olgan edi. U yanada xiyolchanlik bilan ketayotgan Mirkarim Bardibakka gap qilishga tamshilib to'xtab qoldi. Oldi tarafdan ko'tarilgan chang-to'zon uning diqqatini tortgan edi. Uzoq o'tmay chang-to'zonlar orasidan otliqlarning qarisi ko'rindi. Seydali olib otliqlarning oldin charlashga avatgan yezaklari ekanligini bilib xotirjam bo'ldi. Ma'lum bo'lg'ay, dedi yezak sarkardisi Shirbahram Seydali olibning oldiga kelib to'xtab. Turkiston lashkarlarining qarorgohini cheliqtirdik. Qanchalik yiroqlikda? Oz kam 7-8 parsaq orliq bor. Yo qarorgohini tafsiliy kuzatdinglarmi? Tafsiliy kuzatib ma'lumot elib kelishga navkar qoldirdim. O'zim xabar yetkazish uchun bu yangi chepishim. Seydali olib biroz xiyol surib olgandan keyin atrofga qarab to'ldi. Tavochibek, labbay, dedi Seydali olibning orqasida turgan Tavochibek. Tavochibek degan lashkariy yurishda buyruq yetkazuvchi bek debdi izohatda.
Lashkarlar yana 2 parsaq mengib qarorgoh tikkay. Sarkarlar qarorgohga imkon bor suvga yaqin joyni tanlagay. Bosh ustiga. Tavochi bey etini devitib sarkarlarga buyruq yetkazishga oldiradi. Saydali olib bilan Mirkarim Bardibey Sultan Isom Bug'axonga ahvolni ma'lum qilish uchun shoh mabiga qarab mangdi. Erazon barini bo'sh chaqlamisan bo'g'idek. Allaqachon qarorgoh tikib saqlab yetibdi emasmi? Ahvolimizni bilish uchun oyg'oqchi mong'izib turibdi ekanda. Oldimizdagi ularning asosiy qo'shinimidi yoki turshavullarmidi? Lashkarlar chedir bargohlarni tikib joylashib bo'g'icha kun kashf bo'lgan edi. Saydali olib uzoq yo'l besib yerib ketgan lashkarlarni yaxshi orom oldirish uchun asosli qo'shinni uxlashga, muhofazachilarni tong otqicha qarorgohni chorlashga buyurdi. Turkiston vodisida yangi bir tong otdi. O't sharidek tavlangan quyosh mehrlik nurlarini, ajal qurollarini mahkam tutishqanicha bir-biriga qarshi saf tuzishgan tumanlagan lashkarlarga sexiylik bilan chechiyotdi. Har ikkili safdagi lashkarlarning tortgan nari sadolari butun butkul vodini larsiga solgan edi. Lashkarlar bir hazon nari tortishib, bir-biriga hayva ko'rsatgandan keyin jim bo'lishdi. Nag'ri sunay ovozimi besiqdi. Shu asnoda Turkiston lashkarlari sepidan qo'liga elchilik tug'i ko'tarib olgan bir sarkarda ot choptirib chiqib keldida Mo'g'uliston lashkarlarining sepiga 50 qadam orliq qolganda otdan tushdi. O'ng qo'lini ko'kirkaga elib, safning oldida turgan Sulton Isom Bug'axon bilan Saydali olibga salom berdi. Assalomu alaykum. Buyuk Mo'g'uliston elining taxt sohibi Sulton Isom Bug'axon oliylari bilan Amir Lashkar Saydali olib janoblariga ehtirom bo'lg'ay. Bizlar kim Buyuk Turkiston amri Irazon Borin Mirzining elchisidurmiz. Adolat panohimiz yog'idan avval Janobi Mo'g'uliston sultoni bilan muloqotda bo'lishni loyiq ko'rganlik uchun so'zini yetkazishga avatdi. Taklifni loyiq ko'rslar, maydonning o'ttirisiga jam bo'lishqaylar. Muloqot ot ustida bo'ladi. Adolat panohimiz g'animlarning badgumanda bo'lib qolmaslik uchun kamina nökirni to'rg'oqlikqa avatdi. Muloqotga qilchilik suiqasd, badniyat orlasi kallam bilan javob qilg'ayman. G'animlar degani qarshi guruhdikilar. Turg'oqlik göre hisobida tutib turishni ko'rsatdi, debdi izohatda. Sarkarda etini yetilab kelib, qo'ynidan bir tal qil og'amchini oldida Sulton Isom Bug'axonning orqasida turgan xos nökirga tangladi. Muloqot oxirlashib bo'g'icha meni bog'lab qo'yish qayda? Saydali olib yo'l bo'yi ansirgan ish oxiri yuz bergan edi. U Turkistonning amir sarkarlari bilan so'zlashib kelishdan qattiq ehtiyot qilgan. Suhbatlashib qolsa, ularning ayni yili panohiga elib, tuz berganligini yuziga selishdan ansirgan edi. Uningcha bo'lsa, raqiblari bilan suhbatlashib o'ltirmayla bir maydon qirchab qilib, yengilishni belgilab, jangni oxirlashtirg'usi bor edi. U qanday qilamiz deganni qilib, Sulton Isom Bug'axon bilan Mirkarim Bardibeyga qaradi. Yo suhbatga chillisi bormasa nomardlik bo'lur, dedi Mirkarim Bardibey. Mayli, berib gapini anglab boqayli, dedi Sulton Isom Bug'axon. Ondaqda xon oliylarga hamroh bo'lib men birga boray, dedi Saydali olib Mirkarim Bardibeyga qarab. O'zlar sarkarlar bilan tayyorlikda tursizlar. Qattiq ogoh bo'lsinlar. Ozroqli kelishmaslik yuz berib qolg'idek bo'lsa, butkul saf bo'yicha qirchapga o'tishga farmon bergaylar. U Turkiston elchisini bog'lab bo'lgan nökarlarga yuzlandi. Uni yeshib o'tinglar. Elchini bog'lash hojatsiz. Obdan qarsanglar bo'ldi. Bizga 10 nökar hamroh bo'lg'ay. Saydali olib Sulton Isom Bug'axonga ergishib etini devitdi. Shu topda u bo'ynini bog'lagandek ketib boradi. Ular jang maydonining naq o'ttirisiga kelib to'xtadi. Uninggacha Turkiston lashkarlari sepidan 12 nafar otliq chiqib, ular bilan 10 qadam orliq qoldirib to'xtadi. Saydali olib otliqlarning o'ttirisida turgan Turkiston sarkardasiga har qanchasini chilab qarab to'niyanmadi. Po'lat dobulg'a sarkardining beshiga cho'ng kelgan bo'lib, dobulg'ining qansharligi
to'sib olgan edi. Kiyib olgan qo'pol savuti zilva qomatini yo'shirolmagan edi. Saydali olib, uning irazam borin emasligini jazmlashtirdi da birdanla ko'ngliga shak tushdi. Ular bizni aldayotgan bo'lmasa yana. Xon oliylarin bu suhbatga birga epkelmaydigan ishkan. Olmadız ular yeri işletip bizni qaltaqqa dassetmekçi bo'lgan bo'lsa, Assalomu alaykum amir janoblari. Salomat turdilimi? Qandoq beadab nima bu? Xon oliylarini qayirib qo'yib menga salom beryotdi ya. Saydali olib xiyolini yig'ishtirib salom qaytirdi. Va alaykum assalom. Özlemi salomat turdilimi sarkarda? Xudoga shukr. Parvardigorim nesiyimizni tugatmagan o'xshaydi. Ajab tonish ovoz bu. Nerede anlagan bo'g'iydi? Ovozmi boshqacha zil chiqadi ekan. Balkim Amir Shayx Nurdin oliylarining o'rtasidagi sarkarlardan birari bo'lsa kerak. Bu irazam bori nemanchi qoida bilmaydigan odamdir. Suhbatlashgisi bor odam xon oliylarining oldiga o'zi kelmay, nerede bir sarkardisini avatganini. Biz bekmi astoydil bo'lib ketdikmi, nima? Saydali olib sarkardiga boshqadan sinchilab qaradi. Janobi sarkardining nom amalini bilishga bo'larmikin? Sarkarda bir necha daqiqa turib olgandan keyin birdanla g'ayratga kelib, beshidan dobulg'usini shaqqida oldi. Shu hamon dobulg'i ichiga yoshiringan ikki tal o'rimichosh tuvanga so'ylab tushdi. Saydali olibning oldida Xonish Dövlət Sultan Malika mag'rur qarab turardi. Ko'zlariga ishongan Saydali olib bu mo'jizadan esini yo'qotib bir necha daqiqa hong'irqib turib qoldi. Xonish Dövlət Sultan Malika o'rta yoshlardan halqig'iniga qaramay juvonlarga xos jozibasini yo'qotmagan edi. Qarashlari o'tkir, nazari Xonish oyimga xos to'limi ustun edi. Saydali olib har qancha bo'lsa-mu jang maydonida Xonish Dövlət Sultan Malikaga ro'bro kelib qilishni xiyoliga keltirmagan edi. Texchi taniyolmayotgandilar janobi Amir Kabir. Saydali olib esini yig'ib darhol otdan tushdi va qo'lini ko'kirkaga ilib ehtirom bildirdi. Xonish oyimga ehtirom bo'g'ay. Adabsizligimni kechirgaylar oliylar. Hojatsiz, dedi Xonish Dövlət Sultan Malika tamkinlik bilan qo'lini silkib. Men hozir Buyuk Mo'g'uliston elining xonishi emas, balki Turkiston elining amir lashkariman. Buncha vala hurmat ehtiromga layoqitim yo'qdir. Saydali olib gadiniga qizardi. Cheksidan bujildab ter chiqdi. Vujudining xijillik tuyg'ulari chirmab oldi. Sultan Eson bo'lgan bo'lsa, xonishga ehtirom bildirishni yoki shohlik salobitini saqlab o'ltiraverishni bilinmay qolgan edi. Shu daqiqada u kichik vaqtida o'ziga xuddi onasi Kuntira xonishga o'xshash kuyingan, qasrga boshlab kirib, tatliq turumlarni bergan, kir kiyimlarini o'z qo'li bilan soldirib, almashtirib qo'ygan, yuz ko'zlarini yuyib qo'ygan, o'zini xonish ona deb atab cho'ng bo'lgan, o'ziga qavatli omroq bu ayolning oldida o'zini qandoq tutishni bilmay qo'rinib qolgan edi. Otdan tushib ehtirom bildiray desa, shohlik martabasiga mos kelmaydi. Turaveray desa, ona yo'lliq bu ayolga hurmatsizlik qilgan bo'ladi. Voy, bu yoq Sulton Eson bo'lgan oliylar ekan-ku, dedi Dövlət Sultan Malika Sulton Eson bo'lganga nazarini og'dirib. Adabsizligimni kechirsilar oliylar. Ko'rishmagili uzun bo'lg'asqa damalliqqa taniyolmabdiman. Validalar Kuntira xonish oyim omonmi? O'ng'aysiz holatdan biroz qutulgan Sulton Eson bo'lgan oldirab javob berdi. Validay buzruk xonish oliylarga ehtirom bo'g'ay. Validam tinchlik, pat-pat o'zlarining gapini qiladi. Barakallah, kaminalarimi ul qayashni pat-pat sig'inib turman. Parvardigorim omon eson yashashga nasib qilg'ay. Xonish nazarini Saydali olibga og'dirdi. Qani, marhamat qilib otga minsinlar Amir Kabir janoblari.
Hozir biz g'animlardinmiz. Bu holatda suhbat qilg'ili bo'lmas. Hurmatdan itoat a'lo debdikan. Amis men ortiqcha tavazu qilmadim. Saydali olib shundoq deb likkada otqa mindi. Xonishoyimning shaxsan lashkar boshlab kelishini o'ylamabdiman. Endi qanday qilg'uliq? Uning bizni suhbatga chilishidagi muddasi nima ekan? Hazratlarining tasarrufimizga lashkar tortib kelishidagi muddasini bilishga bo'larmikin? So'rdi Xonish Davlat Sulton Malika Saydali olibning xiyolini bo'lib. Saydali ol yot etib Sulton Isonbug'axonga qaradi. Isonbug'axon nima deyishni bilmay o'ng'ayib qolgan edi. Jannat makon Amir Shayx Nuriddin oliylarining Boqiga safar qilganini, toji taxtga inisi bo'lmish Mirza Irozon Borin janoblarining varislik qilganini anglab, Turkiston saltanatiga haqiqiy taxt varisini posibon qilish muddasida ushbu hududlikqa qadam keltirishimiz, dedi javob berishga majbur bo'lgan Saydali olib gapni udulli qilib. Xonzoda Yunusxon oliylarini tepib kelishga choparman avatdi. Bizningcha Turkiston taxtigohi Xonzoda Yunusxon oliylariga mansub bo'lish kerak. Davlat Sulton Malika qaqoqlab kulibdi. Muddalarni yoshirishga nimancha usta hansizlik janobi Amir Kabir, dedi Xonish kulgisini to'xtatib. Nusratsiz Toshkent muhosirasida lashkarlarning oziq-to'ligi tugaganligi uchun Turkistonni bulang-talang qilib, oziq-to'lik g'amlashga kelganliklarini kim bilmaydi? Xonish Davlat Sulton Malikaning so'zlari Saydali olibni o'sil ahvolga tushirib qo'ydi. Yaxshi ko'nglini tushunmaganlikdan jili bo'ldi. Xato tushunmisizlar Xonish oliylari. Zinhor undaq muddaimiz yo'qdir. Faqat Xonzoda Yunusxon oliylariga taxt saltanat hozirlab berishni ko'nglimizga pukdik. Ishonmisizlar qasam qilib beray. Oziq-to'likimiz tugab ketgani rost. Lekin ikkisi ikki ish. Ma'qul, shundoq debmi turayli? Lekin birovning taxtigohini xohlagancha birovga ep berishga niyat qilgudek o'zlarini kim chaqlab qoldilar? Bilib qo'ysalar, bu degan Turpan emas, Turkiston. Bu dargohda silining hukmlari oqmaydi. Xijillikdan Saydali olibning yuzlari chimildab ketdi. Xonish Davlat Sulton Malika ayni yili marhum Sulton Uvaysxon qazo qilganda Saydali olibning lashkariy huquqiga tayinib, yo'lsizlik bilan Xonzoda Yunusxonning o'rniga inisi Xonzoda Isonbug'axonni taxtga o'ltirg'izgan qilmishini yuziga silyotdi. Har nima deyishlarga haqqilari bor Xonish oliylar. Shu ish uchun bir umr azoblanib kelyapman. Shunga vijdon azobimni azroq bo'lsin yengillatay degan umidim bor edi. Buni bilaman, dedi Saydali olib xijillik bilan. Navoda ul muddaimizni Xonish oliylari qo'llamasa, bizga amal yo'q. Biroq Xonzoda oliylari toji taxtsiz yursa bo'lmaydi. Buningga janoblarining boshqa turishi hojatsiz, dedi Xonish tamkinlik bilan. Ol baxti qora farzandimiz hamon bir kuni o'z toji taxtini qo'liga oladi. Muddalari shu bo'lsa, yaxshi ko'ngillari tegil bo'ldi. Ammo janoblarining yordamini zinhor kerak qilmaymiz. Eng yaxshisi ortiq ishlarga aralashmasinlar. Xo'sh, dedi Saydali olib beshini egib. Xonish Davlat Sulton Malika nazarini Sulton Isonbug'axonga og'dirdi. Pamimcha, xon oliylarining muddaimi Amir Kabir janoblarining muddayi bilan o'xshash-ku deyman. Allah xolisa, dedi Isonbug'axon. Undaq bo'lsa, eng yaxshisi ul muddalardan yenib orqalariga yozsinlar. Navodi yog'i qilish niyatlaridan yenishmislar, qani marhamat. Turkiston bahodirlarimi jangga yaralgan. Bir tomchi qinimiz qog'icha yo'llarini to'sqan. Yana bir gap nima deb qo'yay? Lashkarlarga oziq-to'lik emas, ishko'lg'ish chaqliq narsa bermaymiz. Zo'rlik qilman deysizlar, ixtiyorlar.
Xanish aliylərinin muddai şu bolsa, arqımızga yanmay ilacımız yoxdur. Dedi Səydəli alıb söhbətini axırlaşdırmaqçı bolup. Zinhar xavotirlanmagaylar. Xanish aliylər mushundaq pasibonlik qilar ekan. Turkiston tasarrufi zinhar ta'arruzga uchirmaydi. Xo'sh, aman bo'lslar aliylari. Salom aman bo'lslar Amir Kabir. Xanish Davlat Sultan Malika Sultan Eson Bug'axonga qarab gapini davomlashtirdi. Sultan aliylarining shavkati ziyoda bo'lg'ay. İlibalıqqa berib qolsalar, men uchun jannat makon padarlarining tuproq beshiga chiqib duo qilib qo'yg'aylar. Validalar kuntira Xanish ayimga salomimni yetkazgaylar. Ular bir-biriga yaxshi tilaklarini bildirishib, otlarining beshini kayniga burashdi. Turkiston amiri Amir Shayx Nurdinning to'qaldirdan tug'ilgan ikki o'g'li bo'lsa-mu, biri undan avval kasal sababi bilan qazo qilgan, yana biri kaptar uchirtman deb o'g'izdan yiqilib tushib, umrlik majruh bo'lgan edi. Shu sababli dadasining taxti Xanish Davlat Sultan Malikaga qolgan edi. U o'g'li Xonzoda Yunusxonni qaytarib kelib, taxtda o'tirg'izish uchun Bag'dodga chaparman avatdi. Biroq Yunusxon mening taxtigohim Turkistonda emas, Mo'g'ulistonda. Menga Turkiston taxtigohini soya qilmasizlar. Aman bir kuni Mo'g'uliston saltanatini qo'limga olaman. Mendan xotirjam bo'lsizlar. Farmonlarini rad qilganligim uchun kechirim so'rayman, deb xat avatgan edi. Ilojisiz qolgan Xanish Davlat Sultan Malika o'zi taxtda o'tirsa, o'rda amirlarning ayol zotiga navkarlik qilish harom deb rad qilishdan ansirab, tog'si Irazan Barinni Turkiston taxtida o'tirg'izgan edi. Ammo saltanat ishlarini parda orqasida o'zi boshqarib atdi. Irazan Barin Xanish Davlat Sultan Malikini o'z qizdek ko'ratdi. Shunga saltanat ishlarini uning maslahati bilan bejiratdi. Bu qitimqi Mo'g'uliston lashkarlariga taqobil turishmi Xanish Davlat Sultan Malikining o'ylab topgan tadbiri edi. Sultan Eson Bug'axon bilan Saydali olibning bo'lsa, buningdan xabari yo'q edi. Shunday qilib, ularning Toshkent, Turkistonga qilgan lashkariy yurishi natijasiz oxirlashdi. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Bu 2 yil ichida Mo'g'ulistonda nisbatan tinchlik hukm surgan bo'lsa, Mavara-un-Nahir, Xorason, Farg'ona vodiysining hukmdori Mirza Ulug'bekka faqat xotirjamlik bo'lmadi. Dadasiga nurg'un yolvorishlar orqali baliqqa berib olgan Xonzoda Abdullatovxon Mo'msi Guharshat begimning madad berishi bilan isyon bayrog'ini ko'tarib chiqdi. Samarqandda bo'lsa, Eshon Shayx Nizomdan xomush bir tarafdan Xonzodani ostirdan quturatsa, bir tarafdan islom bayrog'ini ko'tarib chiqib, hayotining ko'p qismini ilm-fanga, xususan falakiyot ilmiga bag'ishlagan Mirza Ulug'bekni tahriylikda ayblab, oddiy xalqni rasadxonani cheqishga, o't qo'yishga, Mirza madrasasidagi olim ulamolarni, tolibi ilmlarni haqoratlashga, kitob risolalarni cheklashga kuch kiritib, sulh tavritish niqobi bilan o'rdadagi amirlarni yeniga tortmoqda edi. Samarqand shahrida kunduzi so'pi darvishlarning targ'ibotlari, kechasiz jarri somolari hukm suratdi. 2 yildan beri biroqli kuchayib ketgan tariqat sulhini cheklashga Mirza Ulug'bek amalsiz qolgan edi. Xalq to'p-to'p bo'lib, Eshon Shayx Nizomdan xomushning oyig'iga bosh qo'yishgan edi. Eshon bilan O'chqashqar qarshilashsa, saltanat surga tayinib, sulh targ'ibotlarini cheklasa, xalqning tavrab ketishidan andish qilgan Mirza Ulug'bek amalsiz sukut qilishga majbur bo'lgan edi. Bugun Ko'ksaroydagi quyma oltindan yasalgan taxtda o'tirgan Mirza Ulug'bekning vujudini tog'dek g'am besib olgan edi. Amirlar xonning o'y xiyolini chachmaslik uchun beshini tuvan selib elishgan edi. Amaliyotda ularning ishki tuyg'ularimi Mirza Ulug'bekdan o'ta vahimalik, xotirjamsiz edi. On hazratimga ma'lum bo'lgan, oyg'oqchilarning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, Shahzodaning lashkarlari Ceyhun daryosidan o'tib ketishga qistab kelib o'tibdi, dedi Qora divon amiri Sultan Shahbarlas. Mirza Ulug'bek biroz qimirlab qo'ydi, lekin un chiqmadi. Uyqusirab qizirib ketgan ko'zlarini amirlarga umid bilan tikdi. Lekin shumshib o'tirishgan amirlarning shu daqiqada o'y xiyolini bilgili bo'lmaydi. Ularning Mirza Ulug'bekdan qochirib yerga tikkan ko'zlarida vahima,
tashvish alanga etdi. Mirza Ulug'bek əmirlərini bir ko'z o'ngidan o'tkazdi. Yondashib degidek o'tirishgan Amir Sultan Jandar bilan Miranshah Do'rg'a ko'zlarini yerim yumib olgan bo'lib, biroz xotirjam ko'rinadi. Shayxul Islom Burhoniddin qo'lidagi marvoyi tasvisini tinimsiz seyrig'inicha durud o'qiyotdi. Go'yo o'sha durud munojotlar bilan hukmdorining beshiga kelgan kulfatlarni dafi qilmoqchi bo'lgandek. Mirza Ulug'bek bir qancha qalamdor amirlarga ancha e'tibor qilib ketmadi. Ko'zlarini ulardan tez yo'tkadi. Kichik o'g'li Xonzoda Abdulaziz xon bilan uning tuvan tarafida o'tirgan ikki kuyovliga uzoqroq nazar tashladi. Ziyoda o'ruq, kesalman ko'rinadigan Xonzoda Abdulaziz xonning chiroyi tatirib ketgan edi. Mirza Ulug'bek 2 yildan beri barliq umidini mushu o'g'liga bog'lagan edi. Biroq o'g'li uning kutgan yerdan chiqolmadi. Dadasining dardiga darmon bo'lish, g'am andishlarini yengillatish u yoqda tursin, Lashkariy divanning o'rinbosari Amir Ibrohim Begning o'g'lini xotin talishib o'ltirgizib etdi. Xonzodalik kibirini ko'rsatib, o'rda amirlarning dilini ranjitdi. Shu sababli ko'p qism amirlar og'zidan chiqarmag'ini bilan ko'nglida Mirza Ulug'bekdan norozi edi. Ammo hozir bo'lsa Xonzodaning turqi shu. Dadasiga umid beg'islash u yoqda tursin, dadasidan umid kutadi. O'z oldiga cho'ngroq ish ta'virtalguchiligi, biror qo'shinning huddisidan chiqolg'uchiligi yo'q. Ayollarni talishib jasorat ko'rsatganligi bilan lashkariy ishlarda jasorati sus. Mirza Ulug'bek hasratlik bir tinib qo'yib, nazarini o'g'lidan ikki kuyovliga yo'tkadi. Cho'ng kuyovli Abu Said Mirza Kimxob kamzolning oltin tugmasini havas bilan o'ynab o'ltiradi. Turqidan qiynotisining g'emi o'z bilan munosibatsizdek, bakmi xotirjam ko'rinadi. Kichik kuyovli Abdullah Mirza bo'lsa, tagsiz xiyollarga asir bo'lgan edi. Turqidan qiynotisining g'emini emas, o'zining g'emini yaratgandek, qiynotisi bilan qiynog'isidan qaysini tanlasa o'ziga istiqbol quyoshi yuz ochadiganligini mulohiza qilayotgandek ko'rinadi. Ikki kuyovlining turqiga qarab Mirza Ulug'bek qattiq umidsizlandi. Azaldan ikki kuyovlining chiqisholmaydiganligi uningga ayon edi. Buni ozdab ikkili kuyovlining o'rda amirlar bilan yetkicha adovati bor edi. Mirza Ulug'bek ta mushkamgacha bu ikki kuyovlini bir dasturxonga jam qilinmaganligiga o'kindi. Xeyli tirishchanlik ko'rsatibmi, nasihat qilibmi, ikkisi o'rtasidagi adovatni yuyishga, nizo ixtiloflarini tugatishga, bir dasturxonda darqamda o'tirg'izib, tuz yegizishga muvaffaq bo'lolmagan Mirza Ulug'bek ilojsiz har ikki kuyovliga e'tiborsiz muomala qiladigan, ular bilan kori bo'lmaydigan, saltanat ishlariga aralashtirmaydigan bo'lgan edi. Shu sababli ularning o'rdadagi martabasi yuqori emas edi. O'rdadan ularga ishkilar qatorida muomala qilinadi. Ishkilar tuvan darajalik amirlar debdi izohatda. U ikki kuyovlining inoq o'tishini, qarindoshlarga xos mehr muhabbat bilan sadoqat ko'rsatib, saltanatga xizmat qilishini orzu qiladi. Shunday qilgan bo'lsa, allaqachon ularning martabasini o'stirgan, o'rdada muhim mansablarga qo'ygan, mushundaq mushkul kunlarda ularga tayangan bo'ladi. Shu topda Mirza Ulug'bek bu ikki kuyovliga botnib, ularga qaynotliq mehr muhabbatini bermaginiga, ochiq yo'ruq suhbatlashib, nuqsonlarini tuzatib olishga fursat bermaginiga, ularning gunohini to'nib, ayb nuqsonlarini tuzatishni kutib turganiga pushaymon qildi. Ularning manmanchiligini, bir-biriga yo'l qo'ymay dushmanlashganini, ko'raganlarga xos fazilatining kamligini hisobga olmaganda, to'limi istidodli yigitlar edi. Ko'ragan podshohning kuyovli debdi izohatda. Lashkariy ishlarning emas, hatto taxt saltanatning o'tisidan chiqolg'idek iqtidori bor edi. Ashundaq katta istidod egalari turibdi. İnsoniy komillik martabasiga yetolmadi. Istidod boshqa, fazilat boshqa ekan. Haqiqiy odam bo'lmoq qiyin ekan. Ular mansab martabasining tuvanligi, o'rdada tuzuk e'tiborlanmaganligini mendan ko'rishdi.
Yatlarını etibarlab kuyuğunu xar köydü deb rəncişidi. Amma səbəbini özlərdən izləşməydi. Rastını etqanda, ular degan Tömerizadılar. Tömerizadılar Əmir Tömürnün əvladları debdi izahatla. Yenilerimnin oğulları man kuyuğulluqni hesabqa almağandımı ciyanlarımdır. Nəsəb mərtəbəsi iki oğlum bilan oxşaş. Ularga uval qilib qo'ygan bo'lishimi mumkin. Ularga bunchalik qattiqlik qilmay, lashkariy divanda mansab martaba bergan bo'lsam, bugünkidek o'z farzandim sababli beshimga kun tushgan vaqtda ko'krak yerib, jon fidolik ko'rsatib bo'g'aymidi. Xonzodaning isyonini besiq turib, mushkulimni oson qilar bo'g'aymidi. Bir nima demak tas. Bilguchi Allah. Öz pushtimdan tamgan farzandimdan kelmagan vafo kuyovlardan kelishi mumkin. Bir elni boshqarmoq oson bo'lgani bilan farzandni boshqarmoq taskan. Ikki putim ko'rgi sangilig'ida turganda bu ne ihanat menga. Xonzoda oldirmisimi? Taxt saltanat aman unga qolat demasmi? Bir 2 yil ta'xir qilib sadoqati, fazilati, istidodi bilan ko'nglimga xotirjamlik baxsh etgan bo'lsa, jannat makon padarim bo'lmish Xoqoni Said Shohruxxon oliylari menga toj taxtni o'tkazib berib, o'zi xotirjam oramog'iniga o'xshash. Menmi uningga taxt saltanatni o'tkazib berib, qolgan umrimni ilm tahsil qilishga qaratdim emasmi? Ishon Shayx Nizomidan xomushga o'xshash xurofot ahlining, ilm irfon dushmanlarining chalg'on depiq usul o'ynadi. Hatto o'z otasini kofir sulton deb haqoratlashdan oyanmadi. Saltanatga sulh emas, shariat kerak. Saltanat shariat ahkomlarini mizon qilgan adl adolat bilan osoyishlikqa yuzlanadi. Jarri samo bilan emas, ilm ma'rifat bilan ro'naq topadi. Bu ikkisi birlashsa, taxt saltanatning o'li mustahkam bo'ladi. El yurt xotirjamlikka yuzlanadi. Toji taxt avloddan avlodga davomlashadi. Ishon Shayx Nizomdan Xomushning sulh targ'ibotlarga nemish qisal qaradimi? Rasadxon qurilishiga to'sqinlik qilgan vaqtida sulh targ'ibotlarga nemish chek qo'ymagandimi? Bunday qilishimga saltanatimning suri tamoman yetadi. Bu mening rahimdilligimga hisobmi yoki bo'shanliqimgami? Ah Xudo. Ol ishonning sehri afsunlarga oldanganligimning mukofotimi bu? Bu navbat Xonzodamni tizginlayalisam, bolamdan bolamga ishonni, sulh peshvolarini toji taxtinglarga emas, tasarrufinglarga yaqin yo'latmanglar deb vasiyat qoldirman. Barliq gumrohlik, tafriqchilik, husumat, zavolliq shulardan kelgan emasmi? Mirza Ulug'bek hasratli xiyollarini yig'ishtirib qaddini rusladi. Allaqandoq tashvishli xiyollarga asir bo'lgan amirlarga qahri bilan tikildi. Yorliq! Mirza Ulug'bekning jarangliq ovozidan cho'chishgan amirlar xiyollarini yig'ishtirib, yorliq anglash uchun dast o'rinlaridan turishib qo'l bog'lashdi. Amir Sulton Shahbarlas! Labbay! Dedi Amir Sulton Shahbarlas oldiga bir qadam chiqib. Sizlar ilg'or qo'shinni boshlab Xonzodaning oldin to'sqaylar. Bosh ustiga. Ilg'or qo'shin oldin yurgich qo'shin deb izohatdi. Mirza Ulug'bek bir daqiqa o'ylanib olgandan keyin yana eg'iz ochdi. Mirza Abdulla Ko'ragan ismining yuqori darajalik amirlar qatorida tilga ilinganligini anglagan Abdulla Mirza labbay degunicha sapning oldiga chiqdi-da, qaynotam odishib qoldim nima deganni qilib Mirza Ulug'bekka qaradi. Sizlar ilg'or qo'shinga o'rinbosar bo'lib, Amir Sulton Shahbarlas hamda bo'g'aylar. Tuyuqsiz martabasining o'zganligidan hayajonlangan Abdulla Mirza chaqmoq tezligida javob berdi. Farmon bardorman. Shu daqiqada bojisi Abdulla Mirzaning bir tilla yuqori darajalik martabaga tayinlanganligini ko'rgan Abu Said Mirzaning vujudiga rashk o'tlari tutishib ketgan edi.
u qaynotasiga yer tegidan norozilik bilan qarab qo'ydi. Amir Miranshah To'rg'a. Allaqanday xiyollarga asir bo'lgan Miranshah To'rg'a o'y xiyollarini Mirza Ulug'bek bilib qolgandek cho'chib beshini ko'tardi. Labbay on hazratim. Sizlar Ostonaning muhofizatini kuchaytirib, oziq-tulik divonining lozimatli tayyorlashiga haydakchilik qilsizlar. Yotishlar ag'yarlarimizning fitna fasod paydo qilib, avomning ko'ngil tahlik selishining oldini olg'ay. Xiloflik qilg'uchilarga yasoq qattiq bo'lsin. Bosh ustiga. Mirza Abu Said ko'ragan. Bayatdan beri ichini mushuk tatlagandek beorom bo'lib o'tirgan Abu Said Mirza farmon bardorman degunicha oldiga chiqdi. Sizlar Ostona muhofizatchi qo'shinining sarkardi bo'lib Miranshah To'rg'a hamdamda bo'lg'aylar. Xususan Ostonaning muhofizatida qilchilik susluq ko'rilmagay. Bosh ustiga dedi hayajonlangan Abu Said Mirza. Mirza Ulug'bek halqiliq paytda ikki kuyovning martabasini o'stirib, o'xshash darajalik mansabga tayinlagan edi. Bu orqali u bir tarafdan ularga qaynotalik mehrini yetkazsa, yana bir tarafdan ularning to'yib ko'rsatib, saltanatli bo'lgan sadoqatini ifodalashini umid qilgan edi. Amir Sulton Jandar, labbay qibligahim. Sizlar Javangar qo'shinini boshlab Ilg'or qo'shinga himoya bo'lg'aylar. Lashkariy devondan 4 sarkarda hamdamda bo'lg'ay. Bosh ustiga dedi Amir Sulton Jandar. Mirza Ulug'bek nazarini lashkariy divonning o'rinbosar amri Ibrohim Bekka og'dirib turib qoldi. Xonzod Abdulaziz Xon sababli uning menga adovati bor. Lekin buni deb uni vazifaga tayinlamasam bo'lmas. Shundoq. Uning sadoqatidan gumonlanmayman. Ammo muhim ishga qo'yg'ili bo'lmaydi. Chunki uning jasorati bo'lg'ini bilan parasti yo'q. Bo'pti. Asosli qo'shinni boshlab yurgach tursin. Uninggacha men keyindan yetishib olaman. Mirza Ibrohim Bey, labbay on hazratim. Sizlar men bilan birga asosli qo'shinni boshlab mangadilar. Boshqa sipohlarni asosli qo'shin bilan birga yurgay. Bosh ustiga dedi Mirza Ibrohim Bey. Kesh qal'asi intayin muhim o'tgan. Ilg'or qo'shin darhol yo'lga chiqib chaqmoq tezligida yetib borg'ay. Farmon topshirib olgan Amir Sulton Shahbarlos bilan Abdullah Mirza xon bilan xo'shlashib, darhol shahnishindan chiqib ketdi. Himoyatchi qo'shin peshin namozdan keyin yo'lga chiqqay. Alloh nasib qilsa Kesh qal'asida uchrashqaymiz. Amir Sulton jandarmo tayyorlik ko'rish uchun chiqib ketdi. "Sizlar", dedi Mirza Ulug'bek Mirza Ibrohim Bekka qarab. "Asosli qo'shinni boshlab bugun kechtil yo'lga chiqsalar. Men atibondatdan keyin yo'lga chiqib orqalaridan yetishib olaman." As-salatun zillallohu fil arz. Janobi adolat panohimiz, shar'iy sultonimizdir. Farmoni oliyning yorliqi barchaga amri vojibdir. Qudratlik Alloh egan janobi bahodirlarimizga bitmas tugumas kuch-quvvat, g'alb nusrat ato qilg'ay, dedi Shayxul Islom Burhoniddin duoga qo'l ko'tarib. "Har qaysilarga ijozat. Ati namoz bomdatdan yenib yo'lga chiqamiz. Hozirlik ko'rishgaylar", dedi Mirza Ulug'bek shahnishinda qolgan amirlarga qarab. "Xon oliylari omon bo'lg'aylar", deyishdi amirlar xon bilan xo'shlashib. Shahnishinda yolg'iz qolgan Mirza Ulug'bek birdan ko'zini yumib o'tirgandan keyin muhim bir ishni esiga olgandek chachirab o'rnidan turdi. "Ot tayyor bo'ldimi?" so'radi u bir chetda qo'l bog'lab turgan saroy begiga qarab. "To'qib qo'yg'il bir osh pishimdan ochdi." Mirza Ulug'bek ildam yengib saroydan chiqdi. Uninggacha navkarlar otni yetlab elib keldi. U otga bir sakrabli mindida atrofida turgan navkarlarga "Rasadxonga" deb qo'yib, otni yengil devitdi. Navkarlar uning orqasidan ot soldi. Mirza Ulug'bek atigandilar Mirza madrasasidagi mudarris olimlardan bir qanchasining ismini atab, ularning o'zini rasadxonada saqlashini aytib, chaparman maquzayotgan edi. Atigandan beri amirlar bilan lashkariy ishlarni kengash qilib, rasadxonaga boradigan ishni esdan chiqarib qo'yg'ili tas qolgan edi. Rasadxonaning birinchi qavatidagi saroyda saqlab turishgan mudarris olimlar
Ишіктен кіріп келген Mirza Ulug'bekni ko'rib, qilishayotgan qizg'in munozarasini to'xtatib, dürlüde o'rinlardan turishdi. Assalomu alaykum, dedi Mirza Ulug'bek avval salom berib. Va alaykum assalom, dedi o'limali. Mirza Ulug'bek ular bilan bir-birlab qo'l elishib ko'rishdi. Tinchlik amallik so'radi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganingizga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.